Mandarinning po'shog'i, shogirdimning cho'chqasi. O'rtog'im 20 yillik musallas berdi. 2 kilo go'shtga pul bo'lsa, borib maydalar. Ummonlashmasini eshitib, O'zimga yangi shogird olib, ustoz. ya, o'zi hali shogirdsan-ku, bor ko'chasi supurib qo'ylaring. Eshitmadingmi? Bor ko'chasi supurib qo'y. Ish ko'rish zo'r ekan. O'ng tarafda nimadir shig'irlayapti, qaravorlaring. Ha, tegali shoxana. O'zi egilib qaradingizmi mashinani? Sanlar egilib qaraysanlar, masallaga nima olib kelding mashinani? Ya. Shogird 2 kilo go'sht aniq. To'q ham chiqib ketishimiz mumkin. Ustoz, yama siqirsiz-da. Aldar ko'sa borib, o'shanga qarindoshlik joyiz yo'qmi? Yub jimbol, bor mashinani ko'tar. Nima qilsa, bor mashinani ko'tar. Hozirgi shogirdlarga ham hayronsan, ustoz. Shoxi bildirini olib tashlaring. Antifrizga ham qarab qo'ylaring. Bo'pti, antifriz olib kelib quyib qo'ylaring. Naqd pul olib kelmaysan-da. Maqtul oldida bor antifriz olib. Antifriz qanaqa bo'lardi? Baklashkada qizil bo'ladi. Xo'p, xo'p. Tangasi bo'ladi. Mana shu bo'lsa kerak. Ustoz, nega hadoviga polni karchi urdirdik? Rezinkaga suv tegandan keyin yuvishaydimi? Keyin egasiga hadovingiz ham qilib berdik deb soqqasini olamiz. Ha, mo'ka qilgandan keyin mashina yumshoq yurishi shundan ekanda. Ishqi bo'lgan bo'lsalaring, yigitim tekshirib oladi. Ustoz, ata to'q sho'rva arzonga sotar-ku. Nega? Hozir men yigitni urib jahiy sindirib tashlaydi-yu. Ovqat chaynolmaysiz, menga yengil bo'lardi-da. Ursa, unga pul olamiz. Ne ish pul bo'ldi, bolalar? Yigit qatar topgan bu. Hamma ishi yetadi. Bor musallas olib kel. Shogird, baklashkada korobkani oldik, musallas olib kel. Ha, 2 litrlik baklashkadigini aytasizmi? Antifrizni bo'ylab mashinaga qo'yib yubordim. Yuvardi ustoz mashinani. Shogird ish buyur, ketidan o'zi yugar. Shogirdga ish buyur, ketidan o'zi yugar. Okay. Yana nima deding? Nima deydi?